Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1970 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oyning o'zidayoq yangi tekshiruvga tushishi mumkin. Bu gapni eshitgan odamning xayoliga darrov bitta savol keladi. Pensiyam to'xtab qoladimi? Kamayadimi? Qayta hisob-kitob qilinadimi yoki hujjat talab qilishadimi? Men hozir aynan shu savollarga oddiy, tushunarli va amaliy tarzda javob beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nevaralariga va qarindoshlariga tegishli. Chunki ko'p hollarda pensionerning o'zi emas, uning nomidan farzandi bankka boradi, hujjat yig'adi. Telefon orqali xabar oladi yoki ijtimoiy himoya idoralariga murojaat qiladi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Bitta kichik xato ham pensiya to'lovining kechikishiga, ortiqcha yugur-yugurga yoki keraksiz xavotirga sabab bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? Ilgari ko'p pensionerlar pensiyasini yillar davomida bir xil tartibda olib kelgan. Odam pensiyaga chiqqan, mehnat daftarchasi topshirilgan, ish staji hisoblangan, ish haqi ma'lumotlari ko'rilgan, keyin pensiya tayinlangan. Shundan keyin har oy bank kartasiga yoki naqd shaklida to'lov kelgan. Ayrim hollarda pensioner manzilini o'zgartirsa ham, oilaviy holat o'zgarsa ham, qo'shimcha daromad paydo bo'lsa ham, bu ma'lumotlar tizimda darhol yangilanmagan. Endi nima o'zgardi? Hozir davlat idoralari ma'lumotlarni ko'proq elektron bazalar orqali solishtiryapti. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, FADIO, bandlik, bank, mahalla, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa idoralar bazalaridagi ma'lumotlar bir-biri bilan taqqoslanmoqda. Maqsad oddiy, kim pensiyani qonun olayotganini tasdiqlash, kimda ortiqcha to'lov bo'lganini aniqlash, kimda hujjat yetishmayotganini ko'rish va ayrim hollarda pensiyani qayta hisoblash. Men bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. Tekshiruv degani hammaning pensiyasi to'xtaydi degani emas. Tekshiruv degani hujjatlar, yashash holati, ish staji, qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar va shaxsiy ma'lumotlar yana bir bor ko'rib chiqiladi degani. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kimning ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, kim qonuniy asosda pensiya olayotgan bo'lsa, u odam vahimaga tushmasligi kerak. Ammo ma'lumotlarda farq bo'lsa, eski hujjatda xato bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, ish staji noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki pensioner uzoq vaqt shaxsan tasdiqdan o'tmagan bo'lsa, albatta savollar tug'iladi. Men birinchi navbatda 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar haqida gapiryapman. Bu guruh ichida turli toifalar bor. Masalan, 1930-1945 yillarda tug'ilganlar orasida yoshi katta, harakatlanishi qiyin, hujjatlarini farzandlari yuritadigan pensionerlar ko'p. 1955 yillarda tug'ilganlar orasida mehnat staji sovet davriga, kolxoz, zavod, tashkilot, qurilish, ta'lim yoki tibbiyot sohasiga bog'liq bo'lganlar ko'p. 1956-1965 yillarda tug'ilganlar esa ayrim hollarda ishlashni davom ettirgan. Boshqa hududga ko'chgan yoki qo'shimcha daromadga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Kim ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, pensiyasi mehnat staji asosida tayinlangan, lekin mehnat daftarchasida eski yozuvlar tushunarsiz bo'lgan odamlar. Masalan, daftarchada tashkilot nomi qisqartma bilan yozilgan, muhr xira, sana aniq ko'rinmaydi yoki ishga kirgan va chiqqan sanalarda farq bor. Bunday holatda tekshiruv vaqtida qo'shimcha arxiv ma'lumoti so'ralishi mumkin. Ikkinchidan, boshqa viloyatdan ko'chib kelgan pensionerlar. Misol uchun, pensioner 2002 yilda Qashqadaryodan Toshkent viloyatiga ko'chgan, lekin eski propiska, yangi ro'yxatga turish, bank filiali va pensiya hujjatlari bir-biriga to'liq mos kelmaydi. Bunday vaziyatda tizimda manzilni aniqlashtirish kerak degan holat chiqishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin pensionerdan pasport yoki IED karta, yashash manzili bo'yicha ma'lumot va ariza so'ralishi mumkin. Uchinchidan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi yoki qo'shimcha ustama olayotganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bunday to'lovlar faqat yoshga qarab emas, balki boshqa huquqiy asosga qarab ham beriladi. Masalan, nogironlik pensiyasi olayotgan odamning tibbiy xulosasi muddatsizmi yoki muddatlimi, qayta ko'rikdan o'tishi kerakmi? Tibbiy ma'lumot bazada bormi? Shular tekshiriladi. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Ammo bu ham doimiy bekor qilish emas. Hujjat yangilansa, to'lov qayta tiklanadi. 4-dan, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik o'ylaydi,
men pensiyadaman, lekin qo'shimcha ishlasam ham hech narsa bo'lmaydi. Ba'zi hollarda yoshga doir pensiya oluvchi odam ishlashi mumkin, lekin ayrim ustamalar kompensatsiyalar yoki ijtimoiy to'lovlar odamning ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner oyiga 20 million 200 ming so'm pensiya olayapti. Qo'shimcha 300 ming so'm ustama ham olayapti. Agar ustama faqat ishlamaydigan toifa uchun berilgan bo'lsa, u ishga kirgandan keyin bu ustama qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun ishlayapmanmi yoki ishlamayapmanmi? Baribir bilishmaydi deb o'ylash xato. Hozir soliq va mehnat shartnomasi ma'lumotlari elektron ko'rinishda tez aniqlanadi. 5-dan chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Masalan, pensioner Rossiyada, Turkiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda farzandlari bilan yashab turibdi. Lekin pensiya kartasiga O'zbekistonda to'lov tushyapti. Bu yerda eng muhim masala pensioner tirikligi. Shaxsi va pensiya olish huquqi tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar tizimda uzoq vaqt harakat bo'lmasa, karta boshqa odam tomonidan ishlatilsa yoki pensionerning o'zi aloqaga chiqmasa tekshiruv boshlanishi mumkin. Bu holat ayniqsa yoshi katta pensionerlarda ko'p uchraydi. Chunki kartani farzandi ishlatadi. Pensioner esa boshqa joyda bo'ladi. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 1928-yilda tug'ilgan ayol 2013-yildan beri pensiya oladi. Uning mehnat daftarchasida 1991-99-yillardagi ish joyi bor, lekin tashkilot tugatilgan. Pensiya tayinlanganda bu staj qabul qilingan. Endi elektron tekshiruvda o'sha korxona bo'yicha arxiv ma'lumoti topilmasa, pensionerdan arxivdan tasdiq olib kelish so'ralishi mumkin. Agar tasdiq topilsa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Agar topilmasa, o'sha davr stajga kiritilmaganini qayta ko'rishlari mumkin. Ikkinchi misol, 1940-yilda tug'ilgan otaxon 20 million 500 ming so'm pensiya oladi. U ko'p yildan beri kasal bank kartasi o'g'lida. Har oy o'g'li pulni yechadi. Agar otaxonning shaxsi uzoq vaqt tasdiqlanmagan bo'lsa, mahalla yoki pensiya idorasi uning tirikligi va yashash manzilini aniqlashtirishi mumkin. Bunday holatda vahima qilish kerak emas. Farzandlari otaxonning pasporti yoki ID kartasi, yashash manzili, zarur bo'lsa tibbiy ma'lumot bilan pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. Agar otaxon harakatlana olmasa, joyga chiqib tekshirish yoki vakolatli tartibda tasdiqlash imkoniyati haqida so'rash kerak. Uchinchi misol, 1963-yilda tug'ilgan pensioner ayol nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Uning tibbiy xulosasi 2 yil muddatga berilgan. Lekin qayta ko'rik muddati o'tib ketgan. U pensiya tushyapti-ku, demak hammasi joyida deb yuradi. Tekshiruvda esa muddat tugagani aniqlansa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin u qayta ko'rikdan o'tadi. Hujjatni yangilaydi, to'lov tiklanadi. Lekin orada 1-2 oy kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun tibbiy hujjat muddati juda muhim. 4-misol. 1955-yilda tug'ilgan erkak pensiyaga chiqqandan keyin kichik firmada qorovul bo'lib ishlay boshlagan. Ish beruvchi uni rasmiy ishga olgan, soliq hisobotda ko'rsatgan. Pensioni buni pensiya idorasi aytmagan. Agar uning olayotgan qo'shimcha to'lovi ishlamaslik shartiga bog'liq bo'lsa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, har oy 200 ming so'mdan 10 oy davomida noto'g'ri ustama to'langan bo'lsa, 2 million so'm ortiqcha to'lov masalasi chiqadi. Bu juda yoqimsiz holat. Chunki odam pulni allaqachon sarflab bo'lgan bo'ladi. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz yangilangan, yashash manzilingiz to'g'ri, pensiya kartangiz o'zingizda, pensiya turida shubhali o'zgarish yo'q, qo'shimcha ustamalar qonuniy asosda berilgan. Nogironlik yoki boshqa maxsus hujjatlaringiz muddatsiz yoki muddati o'tmagan bo'lsa, siz asosan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin xotirjam bo'lish boshqa, umuman tekshirmaslik boshqa. Men doim aytaman. Pensioner yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini aniqlashtirib qo'yishi kerak. Bu keyingi muammolarning oldini oladi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Tekshiruv hammaga bir xil shaklda kelmaydi. Kimdir SMS oladi, kimdir bank orqali xabar eshitadi, kimdir mahalladan chaqiruv oladi, kimdir pensiya bo'limiga borib biladi. Ayrim odamga umuman xabar kelmasligi ham mumkin. Lekin uning ma'lumoti tizimda ichki tartibda tekshiriladi. Shuning uchun menga hech kim qo'ng'iroq qilmadi, demak menga tegishli emas deb o'ylamang. Ikkinchi nozik jihat, telefon orqali kelgan xabarlarga ehtiyot bo'ling.
Hozir firibgarlar pensionerlarni juda ko'p nishonga oladi. Ular pensiyangiz tekshiruvdan o'tyapti. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun SMS kodni ayting. Pasport rasmingizni yuboring. Bank kartangiz raqamini bering. Jarima chiqmasligi uchun hozir pul o'tkazing deb aldashi mumkin. Men aniq aytaman. Pensiya idorasi yoki bank xodimi sizdan kartaning PIN kodini, SMS kodini, to'liq karta ma'lumotini yoki telefoningizga kelgan tasdiqlash raqamini so'ramasligi kerak. Bunday ma'lumotni hech kimga bermang. Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan pensioner aybdor bo'lmasa ham tizimdagi xato, eski hujjat yoki noto'g'ri ma'lumot sabab ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Masalan, odamga 3 yil davomida har oy 1 ming so'mdan ko'proq to'langan bo'lsa, umumiy summa 3 million 600 ming so'm bo'ladi. Idora bu pulni qaytarishni so'rashi mumkin. Bunday vaziyatda darhol qo'rqib imzo qo'yib yubormang. Avval hisob-kitobni yozma ko'rishda so'rang. Qaysi oylar uchun qaysi asos bilan, qaysi qarorga binoan ortiqcha to'lov deyilyapti. Hammasini tushunib oling. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma aytib berish huquqingiz bor. 4-nozik jihat, kam to'langan pensiya ham aniqlanishi mumkin. Tekshiruv faqat kamaytirish uchun emas. Ba'zan odamning staji to'liq hisoblanmagan bo'ladi. Ish haqi ma'lumoti noto'g'ri olingan bo'ladi yoki imtiyozli davr kiritilmagan bo'ladi. Masalan, ayol kishi bir necha farzand tarbiyalagan, ayrim davrlar qonun bo'yicha stajga kirishi mumkin, lekin hujjat yetishmagani uchun hisobga olinmagan. Yoki erkak kishi zararli mehnat sharoitida ishlagan, lekin tegishli ma'lumotnoma topshirilmagan. Tekshiruv vaqtida bular aniqlansa, pensiya miqdorini oshirish masalasi ham ko'riladi. Shuning uchun tekshiruvni faqat yomon xabar deb qabul qilmang. 5-nozik jihat ism, familiya va tug'ilgan sana xatolari. Eski hujjatlarda bitta harf farqi juda ko'p uchraydi. Masalan, pasportda Yo'ldosheva, mehnat daftarchasida Yuldasheva, nikoh guvohnomasida boshqa yozuv. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1979 yil 22 mart. Boshqa joyda 1979 yil 21 mart. Bunday mayda ko'ringan farqlar tekshiruvda katta savol tug'diradi. Chunki elektron tizim harfni ham, sanani ham aynan solishtiradi. Agar shunday farq bo'lsa, FHDGO. Arxiv yoki sud orqali aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. 6-nozik jihat, ishonchnoma bilan pensiya olish. Agar pensioner o'zi bora olmasa, boshqa odam ishonchnoma orqali ish yuritishi mumkin. Lekin ishonchnoma haqiqiy, muddati o'tmagan va to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Men otamning o'g'liman, shuning uchun hammasini o'zim qilaveraman degan gap huquqiy jihatdan har doim yetarli emas. Bankda, pensiya bo'limida yoki boshqa idorada rasmiy vakolat so'ralishi mumkin. Bu ayniqsa meros, vafot etgan shaxs nomidan to'lov yechib olish, uzoq muddat kasallik yoki chet elda bo'lish holatlarida juda muhim. 7-nozik jihat. Vafot etgan pensioner bo'yicha to'lov. Bu juda og'ir, lekin aytish shart. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyingi oylar pensiya tushishi mumkin bo'lgan holatlar bo'ladi. Qarindoshlar bu pulni ishlatib yuborsa, keyin qaytarish talabi chiqadi. Vafot holati FHDYoda ro'yxatdan o'tgandan keyin bu ma'lumot tizimga tushadi va to'lovga qayta tekshiriladi. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol tegishli idoraga xabar berish. Bank kartasidan noqonuniy foydalanmaslik kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, bank kartasi ma'lumoti, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqdagi hujjat, nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, tegishli guvohnomalar, arxiv ma'lumotlari. Oldingi ish joylaridan berilgan ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, ma'lumotlaringiz mosligini tekshiring. Ism, familiya har bir hujjatda bir xilmi? Tug'ilgan sana bir xilmi? Pasport seriyasi va raqami yangilanganmi? Yashash manzili hozirgi manzilga mosmi? Agar siz 10 yil oldin ko'chgan bo'lsangiz, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil turgan bo'lsa, buni yangilash kerak. Ko'pchilik aynan shu joyda muammoga duch keladi. 3-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizdan hujjat so'rashsa, qaysi hujjat kerakligini yozib oling. Agar pensiya kamayishi yoki to'xtashi haqida aytsa, yozma asos so'rang. Qaysi qaror bilan, qaysi modda asosida, qaysi hisob-kitob bo'yicha deb madaniyat bilan so'rash kerak. Bu tortishish emas. Bu sizning qonuniy huquqingizni tushunish. 4-qadam,
Agar pensioner yoshi katta yoki kasal bo'lsa, farzandlari oldindan yordam bersin. Otaxon yoki onaxonning hujjatlari qayerda turganini bilishsin. ID kartasi muddati o'tmaganini ko'rishsin. Telefon raqami kimning nomida ekanini aniqlashsin. Bank kartasiga begona odam ulanmaganini tekshirishsin. Ko'p muammo pensionerning o'zi bilmagani uchun emas, farzandlar vaqtida qiziqmagani uchun chiqadi. 5-qadam firibgarlardan himoyalaning. SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartaning orqa tomondagi raqamlarni hech kimga yubormang. Telegram yoki telefon orqali kelgan, tezda tasdiqlang degan havolalarni bosmang. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib pensiya tekshiruv haqida gapirsa, suhbatni tugating va o'zingiz rasmiy pensiya bo'limi yoki bankning ishonchli raqamiga qo'ng'iroq qiling. Shunda siz aldovdan saqlanasiz. 6-qadam arxiv hujjatlarini oldindan izlang. Ayniqsa Sovet davrida ishlaganlar uchun bu juda muhim. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda ish joyining nomi, taxminiy ish yillari, lavozim, bo'lim yoki sex nomi, eski manzil kabi ma'lumotlar yordam beradi. Agar siz qayerdadir ishlaganman deb umumiy aytsangiz, topish qiyin bo'ladi. Aniq ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, natija shuncha tez chiqadi. 7-qadam. Agar pensiya noto'g'ri kamaytirilgan deb hisoblasangiz, shoshilmang, lekin vaqtdan boy bermang. Avval pensiya bo'limiga yozma ariza bering. Arizada pensiya miqdorini qayta hisoblash, asoslarni tushuntirish va hisob-kitob nusxasini berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi idoraga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin. Bunday vaziyatda hujjat sanab, javob xati va hisob-kitoblar juda muhim. 8-qadam. Qo'shimcha daromad va ish holatini yashirmang. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz yoki yangi ishga kirgan bo'lsangiz, bu qaysi to'lovlarga ta'sir qilishini aniqlang. Men har doim shuni maslahat beraman. Bir marta borib so'rang, keyin yillar davomida xotirjam yuring. Aks holda nega ortiqcha to'lov chiqdi deb yurishga to'g'ri keladi. 9-qadam. Chet elda bo'lgan pensionerlar alohida tartibni aniqlashtirsin. Agar pensioner uzoq muddat O'zbekistondan tashqarida yashayotgan bo'lsa, uning pensiya olish huquqi tiriklikni tasdiqlash, bank kartasidan foydalanish va vakil orqali ish yuritish tartibi bo'yicha rasmiy maslahat olish kerak. Farzandlar kartaga pul tushyapti, demak muammo yo'q deb o'ylamasin. Muammo keyin birdan paydo bo'lishi mumkin. 10-qadam. Har qanday ariza va hujjatdan nusxa saqlang. Pensiya bo'limiga nima topshirdingiz, qachon topshirdingiz, kim qabul qildi, javob qachon keldi, hammasini yozib boring. Oddiy daftar tutib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bugun ahamiyatsiz ko'ringan sana ertaga juda kerak bo'lib qoladi. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Tekshiruvdan qo'rqish kerak emas, unga tayyor bo'lish kerak. Qonuniy pensiya olayotgan, hujjatlari to'g'ri. Ma'lumotlar mos odam uchun tekshiruv odatda oddiy aniqlashtirish bo'ladi. Lekin hujjatlar chalkash, ma'lumotlar eski, kartadan boshqa odam foydalanayotgan. Qo'shimcha ustama asoslari noaniq bo'lgan holatlarda muammo chiqishi mumkin. Muammoning oldini olish esa muammo chiqqandan keyin yugurishdan ancha oson. Demak, 1930-yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlar uchun bu oyda ma'lumotlarni aniqlashtirish va tekshiruv masalasi juda dolzarb. Bu hammaning pensiyasi kesiladi degani emas. Lekin har bir pensioner o'z hujjatlarini tartibga keltirishi, yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlari to'g'riligini tekshirishi, qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar asosini bilishi kerak. Mening asosiy tavsiyam shunday. Hujjatlarni yig'ing, ma'lumotlarni solishtiring. Rasmiy idoradan yozma tushuntirish so'rang, firibgarlarga ishonmang va pensiya masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Ayniqsa yoshi katta ota-onangiz bo'lsa, bu ishni ularning o'ziga tashlab qo'ymang. Bir kun vaqt ajratib hujjatlarini ko'rib chiqsangiz, keyin katta muammolarning oldini olasiz. Sizning hududingizda pensionerlardan hujjat so'rashyaptimi? Tekshiruv bo'yicha xabar kelganmi? Pensiya bo'limida qanday tushuntirish berishyapti? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga albatta yuboring.